Xayrli kun Rolitoz kuzatuvchilari, sizlarga kvadrotsiklni ajoyibini olib kelib qo'yganmiz. Farzandiga mashinacha kichkinaroq bo'lib qolgan yoki skuter olib berishga cho'chiyotgan ota-onalar uchun ajoyib tanlov bo'ladi bu. Kvadrotsiklimiz 24 vatlik akkumulyator bilan jihozlangan, ballonlari ham havo uriladigan original ballonlar hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ta'riflashda ortiqcha kerak yo'q. Hamma joyi temir, 150 kilogacha bo'lgan og'irlikni bemalol ko'taradi. To'ral tomonda ham og'ir temir amortizatorlar va orqa tomonda ikkitalik motorlari bor. LED faralarida ham originallari qo'yilgan. Bemalol bunga 2 kishi, 3 kishi joylashsa bo'ladi. Kvadrotsiklimizning bahosini $260 qilib belgilaganmiz. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmati bepul. Biz bilan quyidagi raqamlar Telegram, Instagram kanali orqali bemalol bog'lanishlari mumkin.